Assalomu alaykum. Bugungi qatlamamiz har qanaqa qatlamadan ham mazaliroq chiqadigan go'shtli qatlama bo'ladi. Ham mazali, ham to'yimli bo'lgan, tayyorlanishi ham oson bo'lgan qatlamani bugun birgalikda tayyorlaymiz. Videoga bitta layk bosib, kuzatishda davom etamiz. Xamirini boshlaymiz. Yarim litr iliq suvni idishga quyib olamiz. Bir kosa to'ldirib, o'lchab olishingizga ham bo'ladi. Bir osh qoshiq to'ldirib tuz soldim. 2 osh qoshiq o'simlik yog'ini ham solib, aralashtirib olib, elangan unni kam-kamdan solib, xamir qorishni boshlaymiz. Manda hammasi bo'lib taxminan 900-950 gramm un sarflandi. Keraklicha un solib, xuddi shunaqa qo'lga yopishmaydigan, yumshoqdan ozgina qattiqroq xamir ko'rinishiga keltirib olasiz. Xuddi xamirli taomlarga tayyorlangan xamirdagi qattiqqina xamir bo'ladi. Xamirni bo'laklarga bo'lib olamiz. 4 ta bir xil bo'laklarga bo'lib, zvolachchalar yasab, ustini salofan bilan yopib, 15-20 minutga tindirib qo'yamiz. Ko'k piyozni mayda qilib to'g'rab olamiz. Tingan zvolachchalarni yoyishni boshladim. O'rtacha yupqalikda yoyib olamiz. Mana videoda ko'rsatib o'tdim. Juda ham qalin ham qovurmaymiz, yupqa ham bo'lib ketmasin. O'rtacha yupqalikda yoyib olib, xamirni katta qilib ochib olamiz. Endi eritilgan margarinni surib chiqamiz hamma joyiga bir xil qilib. Margarin yoki sariyog'dan foydalanishingiz bo'ladi. Margarin yoki sariyog'ni eritish paytimizda ham ahamiyat beradigan narsamiz, margarinni baland olovda eritishga bo'lmaydi. O'zidan suv ko'p ajralib ketadi. Shuning uchun eng past olovda eritsak, suvlari ajralmaydi. Mana ko'rganingizdek, yupqa qilib hamma joyiga bir xil qilib surib olamiz. Endi to'g'rab olgan ko'k piyozimizni 4dan 1 qismini ustiga sepib chiqamiz. Manda hammasi bo'lib 300 gramm margarin sarflandi. 4 ta zvolamizni hammasiga surib chiqishimizga bemalol yetadi. Mol go'shtini yog'siz joyidan qiyma tayyorlab olib, xamirimizni ustiga har qatiga kam-kamdan qo'yib chiqamiz. Xamirni uxlovga o'rab olib, o'rtasidan kesib olamiz. O'rtasidan yana bir marta kesib olamiz. Shunaqa lentalar hosil bo'ladi. Endi har bitta lentani rulet ko'rinishida zich qilib o'rab chiqamiz.
Ruletlarimiz shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Qolgan xamirlarni ham yoyib, xuddi shunaqa qilib takrorlaymiz. Shu tayyorlagan masallig'imizdan 8 dona kattagina qatlamalar hosil bo'ladi. Qolgan xamirlar tez yoyiladi, chunki ular ko'proq tingani uchun. Bu qatlamalarni duxovkada pishirib olishingizga ham bo'ladi. Agar duxovkada pishirsangiz, bular parhezbop qatlamaga aylanadi. Men bugun tovada pishiraman. Bu qatlamalarni oldindan tayyorlab qo'yib, morozilkada saqlashimizga ham bo'ladi. Paketlarga yaxshilab o'rab, havo kirmaydigan qilib, morozilnikka qo'yib qo'yamiz. Xohlagan paytimizda morozilkadan olib, yumshaganidan keyin pishirib, issiqqina iste'mol qilishimizga ham bo'ladi. Mana 8 ta chiqadigan qatlamamiz xamiri tayyor. Qatlamani yoyish paytida un ishlatmasligimiz uchun shunaqa hammamizni uyimizda topiladigan pergament qog'oz yordamida qatlamalarni yoyib olsak, un ishlatishimiz ham shart bo'lmaydi. Shunda pishirish jarayonimizda ham qatlamalar yumshoq chiqadi, ham tovani tagiga un qoldiqlari yog'ni qoraytirib qo'ymaydi. Juda qalin ham yoyib olmaymiz, yupqa ham bo'lib ketmasin. Mana xuddi shunaqa o'rtacha yupqalikda yoyib olib, tovaga yog' solamiz. Yarim cho'mich yog' quydim. Yog'ni ham ko'paytirib olmaymiz. Qiziganidan keyin olov pasaytirib, o'rta olovda qatlamalarni solib qovurishni boshlaymiz. Go'shtli qatlamalar pishmay qoladi deb o'ylamang. Go'shtlari yaxshi pishadi, chunki go'shtlarni qiymalag'ichdan o'tkazib olganman. Keyin xamiri ham unaqa qalin emas, ko'rganingizdek yupqaroq qilib yoyib oldim. Xuddi shunaqa aylantirib pishiramiz. Olov baland qilib olmaymiz. Agar olov baland qilib olsak, tez qizarib, oralari pishmay qolishi mumkin. O'rta olovda aylantirib pishiramiz. Qizarganidan keyin orqa tarafini ham xuddi shunaqa qilib aylantirib pishirib olamiz. Menda video tezlashtirilgan. Har bitta qatlamani xuddi shunaqa singitib, yaxshilab pishirib olamiz. Tovada piyoz qoldiqlari bo'lsa, artib olib tashlaymiz. Keyingi qatlamalarni qoraytirib qo'ymaslik uchun yog' quydim. Yog'ga ham ahamiyat bering, ko'p quymaymiz. Chunki qanchalik ko'p yog' quysangiz, qatlamalar shunchalik yog'i shimib olaveradi. Yarim cho'michga to'lar-to'lmas yog' quydim, kichkina cho'michda. Qatlamalarni solib, xuddi shunaqa qilib qolganlarini ham davom ettiramiz. Bundan oldingi videolarimni ham kuzatgan bo'lsangiz, kanalimda qatlama retseptlarim juda ham ko'p. Ko'katlik, piyozli qilib har xil qilib tayyorlaganman. Bu galgisida qiymali tayyorladim. Juda ham mazali chiqqanligi uchun retseptni sizlar bilan bo'lishdim. Eslatib o'taman, qiymani yog'siz qiymadan foydalansangiz, qatlamangiz chiroyli chiqadi. Men mol go'shtini yog'siz joyidan qiyma tayyorlab oldim. Qatlamalar deyarli tayyor. Hammasini xuddi shunaqa qilib pishirib olamiz. Hozir oralarini ham bo'lib ko'rsataman. Go'shtlari yaxshi pishgan. Albatta shu retseptni asosida tayyorlab ko'ring. Oila a'zolaringizga yoqishiga ishonaman. Bugungi videoim sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, izohlaringizni kommentariyada kutib qolaman. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, videolarimni kuzatishda davom eting. Retseptni do'stlaringiz bilan ulashishni ham unutmang. Telegram kanalimga ham ulaning. Silkasini shu videoning oxirida opisiyaniyada yozib qoldiraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha sog' omon bo'ling.